Assalomu alaykum qirolichalarimiz. Bugun makonimizga men yana bir ekspertni, o'z ishini, ustasini va mana shu jarayonda rivojlanishini meni ko'z ostimda desam ham bo'ladi. Negaki bu qizni juda ham qiziqib kuzataman. Bu qizni qandaydir dushoy baleyi bo'lib kuzataman. Har bir so'zini nima deyapti ekan, qanday deyapti ekan degan holatda. Bugun mana shu Gulshoda xonim bilan suhbat qilamiz va sizlarga ham bu foydali bo'ladi. So'ramagan gaplarni ochiq savol berib so'rab ko'ramiz. Men Gulshodaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni kuzatib, ko'proq sizni pozitsiyangiz детский psixolog deb tushunaman, bilaman. Undan tashqari eng meni zavqlantirib kuzatadigan holatim bu doim qizingizni olib chiqmaysiz, ayshqan deb men ko'proq kommentariy yozaman, navernoy, chunki u qizaloqni mana shu 21-asr farzandi deyishga javob berishligi, bu bilan siz yana o'zingizni ishlaringizni ko'rsatishingiz bu menimcha ko'p onalarga namuna. Детский psixologiyadan tashqari men bilaman, что psixologiyaga qadam tashlagan inson bu har bir qavatini o'rganib chiqish kerak, bular bir-biri bilan bog'liq. O'shuning uchun sizni o'zingizga so'z beraman, siz o'zingiz taqdim qilishingizni so'rab qolardim. Albatta, assalomu alaykum qadrli qirolichalar makoni kuzatuvchilari, shu makonga a'zo bo'lgan ayollar, opa-singillar, har biringlarni ekran qarshisida bo'lsa ham ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Dilfuza opam o'rinli savol berdi, ya'ni kommentariy aytib o'tib ketdi. Sizni ko'pchilik, ya'ni men sizni bolalar psixologi sifatida taniyman deb, rostdan ham shunaqa. Shu kungacha kim qat'iy taklif qilmagan bo'lsa, bolalar psixologi deb chaqiradi. Aslida diplomimda kattalar psixologi deb yozilgan, ya'ni men yoshi katta insonlar bilan ham ishlayman. Lekin buni blogimda yoritib ko'rsatib berayman, negaki bolalar psixologiyasiga nisbatan o'zingiz bilasiz, kattalar psixologiyasida konfidensiallik juda ham kuchli. Hamma o'zini ko'rsatgisi kelmaydi, keysini ko'rsatgisi kelmaydi. Shuning uchun qiyin, to'g'risini aytsam, kattalar bilan ishlash jarayonini ko'rsatishim. Shuning uchun hali beri o'zimni детский psixolog, bolalar psixologi deb pozitsionировать qilib yuribman, lekin alohida kichkina nima deydi, auditoriya biladi, kattalar bilan ham ishlashimni. Shu Aisha qizimni rostdan ham voyaga yetkazishim jarayonida psixologiya-yu bolalar umuman rivojlanish davri, senzitiv davri nima, qanaqa o'rganib chiqar ekansiz, buni bo'lishmaslik xato. Shunaqa qilib blogim bolalar psixologiyasi haqida. Blogingiz bolalar psixologiyasi, o'zingiz kattalarga ham e'tibor qaratasiz demak. Zo'r. Mana shu joyda Gulshodaxon, bilasizmi, mana o'zingiz aytyapsiz, kattalarni keys qilib olib chiqish qiyin. Bu meni og'rig'im. Chunki psixologiya bilan bog'liqligim borligi uchun keys qilib olib chiqish qiyinligini bilaman. Meni bugun qiynayotgan narsa как специалиста, как психотерапевта, как медик aytib o'tishim kerakki, qanchalik siz ham bu narsa bilan to'g'ri keldingiz, ro'para keldingiz, motivatsionni psixologiya bilan haqiqiy, уже meditsinskida gapirmayman hozir, haqiqiy klassik psixologiyasi qanchalik bir-biriga farqlik, qanchalik u yerda bir-biriga zid narsalar borligi. Bu narsa bilan siz ham to'qnashdingizmi yoki bu meni e'tiborimni qaratayotgan narsamikin? Men bu narsani ochiq suhbat qilib aytmoqchiman, chunki bizda bu yerda ochiq suhbat. Motivatsion psixologiya bor. Ana shu komandniy duh deymizmi yoki развитиеga, uddalashga, liderstvoga kerakli holatlarda ana нужна o'rni bor. No, uni biz aynan oilamdagi munosabatimga nisbatan
men motivatsion psixologiyani ishlatadigan bo'lsam, unda juftim bilan qarama-qarshilikka chiqib qolishligim, mana shu xavflari borligini, shunga sizni fikringiz qanaqa? Balkim men adashayotgandirman. Balkim men bunga o'rin bermayotgandirman. И вообще psixologiya bu aynan ana shu рассуждать qilib, har bir inson o'zini personalniy кейsi bilan ishlanadigan. И uni jamoaga soladigan bo'lsam, уже personalность yo'qoladi. И ana shu jamoani требования, talablariga javob berishim kerak bo'lib, unda men psixologiyada prarabotka bo'la olamanmi? Judayam qiziq savol bo'ldi, judayam dolzarb mavzuni ko'tardingiz hozir. Rostdan ham bilasiz, o'zingiz sezgansiz, O'zbekistonda psixologiyani nomi bulg'andi. Psixologiyani insonlar qanaqa qabul qilyapti? Ikkita so'z aytib pulini oladigan sharlatanlar degan nom bor. Psixologlar deb to'g'ri bor. Sizni ham yoningizga, meni ham yonimga turmush o'rtog'idan yashirib kelgan ayollar bor. Nimaga? Chunki ularning turmush o'rtoqlari psixologiyani siz bilan men ishlaydigan formatini tanimaydi. To'g'ri. Va psixologiya shu qadar qoraydiki, oxirgi 3-4 yilda o'sha psixologiyani qoralayotgan odamlar biz nima bilan ishlashimizdan xabari yo'q. O'ylaydiki, biz ularga, masalan, ayollariga o'ziga ishonishini, oilasini tark etishini, hamma narsani unutib rivojlanishini tavsiya qilamiz deb o'ylaydi. Hatto bu aksi. Bu aksi. Vaholanki biz insonni psixik jarayonlari bilan ishlaymiz. Masalan, sizni oilangizda qanaqadir muammo bo'lsa, sizni miyangizda qanaqadir jarayonlar ishlayotgan bo'ladi. Insoniyatni miyasi himoya mexanizmlari bilan tirik. Ya'ni har birimizni har qanday holatga kirmaylik, psixik himoya mexanizmlarimiz ishlaydi. Va psixolog, hozir murakkablashtirib, fanni ichiga kirmayman, qisqacha qilib aytaman. Yoniga mijoz kelganda biz mijozni dardini tinglamaymiz. Biz unga maslahat bermaymiz. Biz unga sen xato qilding, mana bu yo'lga yurishing kerak demaymiz. Biz uni tinglab, yaxshi qayd qilib aytayotgan so'zlarini yozib, qayerda qaysi himoya mexanizmi ishlab ketyapti, qayerda bu mijozda himoya mexanizmi turli, u yerda perinos bor, kontra perinos bor, juda ham ko'p ilmiy nomlari bor. Hozir eslab aytib berishga harakat qilaman. Primitivniy identifikatsiya degan nomlar bor. Bu nomlar siz uchun hozir juda ham begona bo'ladi. Demoqchimanki, miyamiz juda qiyin moslama va u moslama ishlayotganda qanaqadir oilada, hayotda, inson hayotida muammolar bo'lsa, miyada qanaqadir jarayonlar bor. Biz o'sha jarayonni topib insonga yordam beramiz. Lekin hech qachon sen haq, u nohaq, ering haq, qayning nohaq demaymiz. Bu ilmiy psixologiya haqida gap ketyapti. Endi bizni shu jamiyatimizda psixologiya nima bo'lib qoldi? Keladi mijoz, u tinglanadi, sen yaxshisan, hammasi yaxshi, yoki o'zingga ishon, o'zingni hayotingni gullat, shunda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi degan masalalar ochilyapti, ammo bu ilmiy psixologiyadan yiroq. Bu ilmiy psixologiyani aynan ana shu sotsiальная psixologiya degan razdelga kiriladi. То есть, да, вот это вот o'zini ilg'orligini, liderstvasini развивать qilishligi uchun u nima uchun kerak? U qaysidir kasbda egasi bo'lishligi uchun kerak. Qaysidir, masalan, ayol kishiman, lavozimda o'tiribman. U lavozimda o'tirganimdan keyin, men nimanidir mahkam qilishim kerak boshqa. Lekin u hech ham oilamda ishlamaydi. Mana shu narsani biz jamiyatimizda hammasini biriga biri qolaversa, sotsialniy psixologiya degan joyimizdan masalan u narsani olib, u yerdagi texnikani olib, oilaviy semeyniy psixologiyaga qo'llashib qolyapti. Mana shu joyda noto'g'rilik ketyapti. Semeyniy psixologiyadagi bo'ladigan natijani men ko'zatayotgan narsamki, ziddiga natija olishyapti. U ana shuning uchun psixologlarni nomi qoralanib qolayotganligi o'zimni tajribamda ham ko'rdim bu narsani. Ana shu sotsialniy psixologiya degandan keyin
u narsani jamiyatga qo'sha olaman. Misol aytadigan bo'lsam, meni kurslar bor, sizda ham bor, menda ham bor. Bu kursni katta gruppalarda ishlata olamanmi? Yo'q. Chunki ana shu travmasi bor insonda, masalan, menga zaprosi bor insonda, u kursda kirib aytib bera olmaydi, bardosh bera olmaydi. Uni men kursga olib chiqib olib, xuddi haligi kazin при народе maydonga olib chiqib, mana degan narsaga to'g'ri keladi. Uni travmasi 2x, 3x, 10x ga bo'lishi mumkin. Men mana shu narsani kuzatyapman. Bu qanchalik to'g'ri? Bu narsani yillar davomida olib chiqmasdim, gapirmasdim. Hozir gapirishga majburmiz. Majbur bo'lib qoldik. Majburmiz. Negaki здесь уже не психология, здесь уже psixiatriya kirib kelyapti. Nega? U travmalarni решение qilishni o'rniga biz murakkablashtirib qo'yapmiz. Menimcha. Chunki menga ro'para bo'lgan mijozlar уже somatika kirgandan keyin, tanada og'riq bo'lgandan keyin, diagnoz qo'yilgandan keyin, откуда? Этот запускной механизм qayerdan keldi? U nima? O'sha. Но так как siz вот klassический psixolog deganligingiz uchun bitta savol meni qiynaydi. Bitta savol qiynaydi. Sizga zaпрос bilan kelganda siz aynan ana shu jarayonda ishlaysizmi yoki uni прошлыйsiga olib kirasizmi? Chunki u меня shunaqa mijoz bo'ldi, что я не хочу, чтобы в моей голове ковырялись. Помогите мне, вот mana shunga помогите. То есть hozir проработанныйлар ham ko'p. Kitob o'qisa, человек sможет сам проработаться. Agar образованный bo'lsa, agar kritikasi сохраненный bo'lsa, o'ziga nisbatan, то есть аналитический nimasi да, qaysidir jarayonni он сможет проработаться. Menga kelib, opa, мне вот в этой ситуации только yordam bering, u yog'ini, пожалуйста, не лезьте. И я раньше говорил, hamma скелеты в шкафу chiqar derdim. А сейчас я говорю, нет. Может быть, этот скелет твой несущая стена. И bunday qilsam, umuman потом тебя собрать будет трудно, masalan. Или же года уйдут. Я сама через такое проходила, и я не знаю, насколько вы bu narsaga qo'shilasiz yoki yo'q. Psixologim становится не просто так, deydi-yu. Вот bilmayman qo'shilasizmi bu nimaga, o'shanga. Mana shu jarayonda sizni konsultatsiyangizda. Вот aytaylik. Ну, давайте возьмем взрослого пример qilamiz, потому что bizning qirolichalarimiz уже они тоже, наверное, хотят к психологу, к взрослому попасть, поэтому акцентni shu tarafga qarataylik, Gulshudaxon. И sizni konsultatsiyangiz jarayoni. Вы идете в прошлое или ana shu situatsiya bilan кейс qilib. И прошлыйga kiradigan bo'lsangiz, qachon? И qancha vaqt ketadi bu jarayon? Aslida psixologga ham har qanday muammo bilan bitta aniq psixologga kelishi to'g'ri deb bilmayman. Nimaga? Podxodlar bor. Masalan, men hozirgi paytda kognitivno-поведенческая terapiyaga qiziqib boryapman. Bu xulq-atvor. O'zbekchasini rosa qiynalyapman shuni tarjima qilishga. Kognitiv xulq-atvor terapevti deyilyapti. Bu yerda kognitiv KPT terapevtlar deymiz, qisqa qilib o'tmishga bormaydi. Ular hozirgi oqibat bilan ishlaydi. O'sha sizni bezovta qilib turgan masalani yechish uchun ma'lum texnika ishlatadi. Bu psixologiyada eng ilmiy isboti bor va eng strukturasi bor yo'nalish. Endi bitta psixolog 2-3 tagacha podxodda ishlashi mumkin. Integrativ psixologlar mana ko'payib boryapti. Menga ham yoqadi bu yo'nalish. Shaxsan men haqimda gapirsangiz, men psixoanaliz bilan shug'ullanaman, a psixoanalizda skeletni chiqazasiz. Da, so'raysiz. No. Psixolog shu joyda juda ham ehtiyot bo'lishi kerakki, bu o'sha men doimo gapirib yuradigan etika kodeksimizda ham yozilgan, не навреди. Bu haqida gaplashdik avvalroq syomkamizdan avval. Siz o'tmishga kirayotganda, mijozni tinglayotganda shu qadar mutaxassis ehtiyot bo'lishi kerakki, agar mijoz chuqurroq
kirishga qiynalayotganda mutaxassis to'xtash kerak. Ko'pchilik aytadi, o'sha og'rig'ingni chiqar, o'sha gapira olmayotgan mavzuyni chiqar. Bu retravmatizatsiya. Qancha mijozimiz retravmatizatsiya bilan kelgan. Endi bu narsani men qayta gapirayotganim, siz aytganingizdek, o'sha travmaga kirib qolgandan keyin u повторный порочный круг bo'lib qolyapti. Yana ana shu doiraning ichida aylanib qoladi. Undan tashqari biz aytamiz, yangi neyron hosil bo'lish kerak, o'zini davri bor deymiz, Вот. Yangi neyronni hosil qilishligim uchun men unga joy bo'shatyapman, ko'ryapman. U yangi neyronni joyiga kirib, men unga qanaqa neyron hosil qilishga yordam beryapman. Yana og'riqli neyron. U og'riqli neyronimni bugun mendan prorabotkadan chiqib ketdi. O'zini eski og'rig'ini titalab qo'ydim, ya'ni qonatib qo'ydim deylik. U qonagan neyron qanaqa neyron hosil bo'ladi? Здоровый нет, конечно, nosog'lom yana. Yana bitta xuddi undanda 2x neyronni hosil qilib qo'yaman. Вот чисто вот медицинский, соматический tarafda oladigan bo'lsam, когда уже тело, chunki menga уже с диагнозом kelishadi, siz aytib o'tdingiz, integratsiya qilishlik deb. Mana shu joyi. O'shanga siz aytgandek, demak siz hozir kognitivno поведенческий terapiyada shunga придерживаться qilasiz, u o'sha masalani hal qilib beradi, yechib beradi, пожалуйста, дальше siz nima bo'larja, yangi safarga duch kelmaguncha, yana bironta og'riqqa duch kelmaguncha. Shunaqa. O'tmish bilan ham ishlayman. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. O'tmishga kirmagunizcha, masalan, deylik, bolalikda qanaqadir insonda og'ir vaziyat bo'lgan, psixikada пространство yo'q. Bolalik ham hozir ham u uchun yangi. Masalan, bolaligimizdagi keks yoki bulochkani hidini sezamiz-ku, xuddi o'sha davrga tushib qolamiz. Nega? Psixikada пространство yo'q. Og'riq bo'ldimi o'tmishda? U og'riq hozir ham xuddi shunaqa og'rib yotgan bo'lishi mumkin. Endi kerak bo'lsa kiramiz. Aytganimdek, mutaxassis juda ehtiyot bo'lish kerak. Insonda o'sha retravmatizatsiya bo'layotganda belgilari bo'ladi. Chiqar, bos, kerak emas. Qaysidir psixika chiqib ketadi. Shunaqa nozik, zaif asab tizimda bor. O'sha siz aytgan qonatib qo'yganimizdan keyin u yana boshqa mutaxassisga keladi. Masalan, bu bilan hozir hamkasblar qoralashmas, hammamiz ham xato qilamiz. Yo'q, здесь qoralashmas. Bu narsa holatlar to'g'ri bo'lishi mumkin. Agar bunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, u degani bo'ldi. Sinib qolding, psixologga boruvdim, manaqa holat paydo bo'ldi, menga хуже stalo, bettarlashdim, boshqa psixologga bormayman degan narsani yechishlik uchun bu narsani gapirib olib chiqayotganimiz. Likvidatsiya bezgрамотности deymiz-ku, masalan. Biz ham kimdandir o'rganamiz, biz ham xato qilamiz. Nimanidir o'rgansak olib chiqyapmiz. Ya'ni o'tmishga kiryapsizmi, travmani tegyapsizmi? Amin bo'ling, siz bu mavzuda profprigodnisiz, yaroqli mutaxassissiz, superviziya. Mana psixologiya bu xohlaymizmi, yo'qmi ilmiy fan. Pozitivная psixologiya bor, siz aytgan motivatsionная psixologiya bor bo'lsin, ular travmaga kirmaydi. Ular o'sha insonga kuch berib, ты можешь deb chiqazaveradi. O'tmishga kirmoqchimisiz, mutaxassis sifatida ehtiyot bo'ling, superviziyaga boring, ustoz toping. Kerak bo'lsa, u doktor nauk bo'lsin, ya'ni ko'p ishlagan bo'lsin, ustoz topib, u bilan muhokama qilib, travma bilan ishlashni o'rganib, keyin kirish kerak deb hisoblayman. To'g'ri. Tak, vaziyatga bog'liq. Kimdir o'tmishni xohlamaydi, psixolog majburlab kirgizmaydi. Endi meni tajribamdan kelib chiqib, yana bitta narsa bilan duch kelganmanki, o'tmishga kirishlikda bizda o'zi dinni oladigan bo'lsak, hozir din deyishimiz noto'g'ri bo'lishi mumkin, agar biz ma'rifat, ma'naviyatimizni oladigan bo'lsak, mentalitetimizni gapiradigan bo'lsak, to bizda psixologiya yaxshimi? Yo'q. Bizga psixologiya kerak emas. Kerak emas deyiladi. Da. Mana shu holat bor. O'tmishga kirganda mana shu narsa juda ham nozik granitsa bo'lib qolyaptiki, что o'tmishga biz kirishga mumkin emas. To есть biz ma'rifatimiz to'g'ri, bizga buyruq bor, все ana shunga
yondashishimiz kerak degan joy bor. Bunga qanday qaraysiz? Bilasizmi, endi hammani o'z fikriga haqqi bor. Siz nohaqsiz, psixologiyaga kiring deb hech kim agitatsiya qilmayman. Lekin mana psixiatrlar bilan psixologlar birgalikda ishlaydigan vaziyat bor. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, hech qanaqa adabiyot, hech qanaqa deylik, masalan, ko'pchilikka din najot beradida, ishlamay qoladigan vaziyatlar bo'lgan. Ko'zim bilan ko'rganman, juda ham taqvodor insonni o'sha shu qadar depressiya holati og'irlashib ketganki, o'sha farmga o'tilgan vaziyat. Ya'ni medikamentoz terapiya olishdan avval masalan o'sha psixologda qanaqadir biz insonni miyasi 90% ongi osti bilan boshqariladi. Bizni ongli qaror qiladigan nima deydi, qarorlarimiz miyamiz 10%gina javob beradi. Qaniydi agar bizda insonni o'zida kuchi yetsa miyasi bilan ishlashga. Yo'q, mana ko'pchilik o'zimga yozadi, psixologiyaga qarshi kuzatuvchilarim ham bor. Nimaga meni kuzatadi, hayronman. Mana sizlar maqtab chiqaverasizlar, sen yaxshisan, hamma yomon, menimcha meni faoliyatim bilan tanishmas bo'lsa kerak bu kuzatuvchilar. Miyasi bor, o'qimishli insonga psixolog kerak emas deydi. Men o'qimishliman, siz o'qimishlisiz, lekin biz ba'zida miyamizni qaysi tarafga qarab ketganini nazorat qila olmaydigan vaziyatlarimiz bo'ladi-da. Qaniydi insonni o'ziga berilgan bo'lsa, o'sha jarayonlari ustida власть olib hukm qilish. Больше скажу. Qancha o'qigan saring shuncha zaпрос baland bo'ladi. Shuncha o'zingni ana shu psixikangni boshqarib olish qiyin. Og'riqni zarbasi ham chuqurroq bo'ladi. O'sha uchun bekorga superviziya demaydi. Bekorga. Вот, поэтому bekorga aytilmaydi, da o'qiyman, izlanaman, tushunaman. No, uni zarbasi agar o'zimga qaratiladigan bo'lsa, с каждым разом bir pahona baland bo'lib u bilan to'qnashganmanmi? Bemalol ayta olaman. Да, действительно так. Да, действительно без супервизии нельзя. Bo'lmasam yiqilasan. Yiqilasan. O'zingga o'zing o'sha narsani nima bo'lasan? Demak, anti nimalar ham bor. Qabul qilmaydiganlar. Bizni jamiyat ichida ko'p. Chunki psixologiyani 5%ni ham tushunishmaydi. Bizni xalq tushungan psixologiya bu o'zingga ishon, o'zingni sev va o'zingni o'yla. Vaholanki biz bu bilan shug'ullanmaymiz. To'g'ri. O'zi bugungi podkastda maqsadi ham shundaki, что psixologiya o'zingga ishon bilan bo'lmaydi. Mana shu o'zingga ishon bilan bo'lmaydigan psixologiya deydigan bo'lsam, meni ma'rifatimni gapiradigan bo'lsam, u yerda ham sen o'zingga hech narsa qila olmaysan deyilgan. Hech narsa qila olmaysan. Sen birgalikda ummat bilan, то есть если ты вот в этом jamiyati nimadir qila olasan, там тоже говорится об этом. Ikkinchi juda chiroyli so'zimiz bor, siylay rahimlik. То есть вот это вот empatiya, вот это вот сопереживание degan narsa mana shu so'zni ichiga menimcha kiradi. Bu yerda men og'rib, qonab turgan qalbni sen buni uddala olasan, borib manda deyishlik menimcha bu bilmadim. Поэтому psixologiyani yo'nalishlarini gapirib o'tirishimiz kerak. Albatta. Вот. Xo'p, bu narsani tushunib o'tdik. Endi ruxsat bersangiz, ozgina detskiydan ham aytib o'tsak. Sevaman bu mavzuni. Детскийni negaki, как врач men o'zim pediatrman. Hozir детская nevrologiya bilan ilojsiz to'qnashaman. И вообще qaysi kasallikda ham baribir все болезни из детства, все болезни от нервов, нервы из детства degan nimamiz bor. Pediatriya, поэтому har xil noyob deymizmi, nomlanayotgan diagnozlar chiqib kelyapti. То есть ana shu SDVG ni olsak.
Shu SDVG o'zbekchasini bilmayman ekan, qarang, sindrom giperaktivnosti. Bor, tarjimasi bor. Diqqat defitsiti va bir narsa. Men ham hozir Вот eslolmayman. e'tiborini kamligimi shunaqada SDVG deb nima qilamiz? Qizlar izohga qoldirib qo'yamiz переводini обязательно. И bu bolajonlarni o'tkazib olish qiyin. Bu bolajonlarni tinglash kerak degan joylarida bizni yana ana shu milliy mentalitetimizga boraman. Bizda talab qilish kerak, boladan nima qilish kerak, u bolani hozir erkin qo'ymaslik kerak degan narsa bilan zid narsa bo'lib qolyapti. Meni o'zimni praktikamda ko'rayotgan narsam kabinetimdagi haligi bolalar, siz aytmoqchi, вот они как katta odamdaqa dod devoradi. Ayniqsa birinchi klassga borishdan buyog'iga bolalar. Balog'atga yetguncha bo'lgan bolalar alang-jalang qo'rquv baland ota-onasi yetalab kelganligi uchun ularni sekin bolajonim to'xtab turing onasi, to'xtab turing dadasi, bolajonim deb gapirsangiz, ular shunaqa yig'laydi. Shunaqa yig'laydi, ichidan yig'laydi. Ana shu davrda ota-onasini kuzatib tursam, ota-onasi вот это вот strogost, talabchanligi, вот это вот o'g'il bola yig'lamaydi. Hozir nima yig'layapsan? Hozir nima dedi senga, nimaga yig'layapsan? A u rебенка og'riq umuman boshqa tarafda. Mana shu bolajonlarimizga hozir faqat SDVG to'g'risida gapiradigan bo'lsak, autizm, ZPRD, это потом boshqa podkastlarimizda olib chiqaramiz. Но bugungi kunda mana shunaqa bolalarga nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday bu bolalar to'g'risida ota-onalarga baqirish? Men rosmona baqirgim kelyapti. Родители, что вы делаете, не ломайте детей degim kelyapti. Sizni tushunaman. Aslida ota-onalar o'zini bunaqa tutishiga sabab menimcha ma'lumot yo'qligi. Ko'pchilik keladi, meni bolam giperaktiv, gapga kirmaydi, darsda yaxshi o'qimaydi, ota-onalarda talab juda yuqori, tushunish yo'q. Ya'ni bu bola nimaga bunaqa bo'lyapti, qanaqadir sababi bormikin? Ota-ona o'zi bola pozitsiyasida. Qilmaysanmi? Men ham sen bilan urushaman. Sen yaxshilikcha tushunmayapsan, men ham sen bilan yomon munosabatda bo'laman deb bolani siltash jarayonini ko'ryapman. SDVG bu sindrom defitsita внимания giperaktivnosti bo'lib, bu miyani o'ziga xosligi. Bu o'ziga xos diagnoz. Diagnoz deganda ota-ona qo'rqib ketmasin, u sizni bolangiz doimo dorilarda, doimo qanaqadir lecheniyada bo'ladi degani emas. Yo'q, uni miyasi ishlashi o'zgacha. Bu bolada sabr kam bo'ladi, uni ustida ishlaysiz, ya'ni shakllantirasiz. Iroda kam bo'ladi, ustida ishlash shakllantirasiz. Harakat juda ko'p bo'ladi. Ular yugurib yurishi yokida o'qituvchilar mana o'tkaza olmaysiz. Da, imkonsiz, kutmang. O'qituvchilarga ham bu narsa taalluqli. Qancha bola keladi SDVG, nevrolog qo'yib bergan уже bu diagnozni, psixolog diagnoz qo'ymaydi. O'qituvchi onaga shikoyat qilaveradi, onada tushuncha yo'q. Darsini qilolmaydi. Da, bolada bosim o'qituvchi tarafdan, ota tarafdan, ona tarafdan. Bu bosim vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Shuning uchun giperaktiv bolaga ko'p harakat berishimiz kerak. Sport bo'lishi kerak hayotida, no hech qanaqasiga bosim emas. Talablar ham adekvat darajada bo'lishi kerak. SDVG bor bola hozir bo'lganda yugurib yurgan bo'lardi yoki yugurib yurmaydigani doim nimanidir kovlab o'tiradi. O'sha narsani qo'yib berish kerak. O'qituvchi bir bola keldi, SDVG bor, o'qituvchi aytar ekan, bu yozayotganda doim nimanidir chiqillatib turadi, ushlab turadi. No, mozg по-другому не может. Mozg так успокаивается, да, u bolada. O'sha chiqillatib turgani напряженияni yechadi. Напряжениясini yechib, o'shanaqa qilib успокаиваться qilib turadi. Endi mana shu joyda meni aytib o'tib, qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsam, bu bolalar o'zidan o'zi просто так bo'lib qolmagan. Bu bolalar o'sha yer defitsiti bor ona. Anemiyasi bor onadan tug'ilgan bolalar. Gipoksiyasi bilan o'zi tug'ilgan. Теперь этот ребенок o'zi mana shu yoshgacha kelguncha o'zi defitsitda katta bo'lyapti. Gipoksiya idет, defitsit idет, temir yetmayapti, yod yetmayapti.
o'sishga kelgandan keyin kalsiy yetmayapti, tanadagi og'riqlar nima bo'lyapti, и еще здесь вот эта вот нагрузка. Поэтому bularda lечениясida nevrologik назначение bilan birgalikda psixologik biron narsalar tashkil qilganmisiz bunday bolalarga? SDVG bilan kelgan bolalar bor. Asosan men ularda iroda bilan sabr shakllantiraman. Nimaga? Ota-ona anu bola qaysidir muddat bo'lsa ham tinch bo'lishi uchun u bolaga mumkin emas bo'lgan narsani qilgan. Bu o'sha telefon, televizor, planshet. Va SDVG bilan kelgan bolada umuman hayotida ekran bo'lmagani yaxshi aslida, agar miyasi uchun foyda bo'lsin desangiz. No, biz shunaqa davrda yashayapmiz. Без экрана никак. Невозможно. Biz boshqacha olam yaratib bera olmaymiz bolamizga. Kamaytirish kerak. Qancha telefonda bola ko'p o'tirgan bo'lsa, uni irodasi sust bo'ladi, nol bo'ladi. Iroda yo'qmi, maktabda o'qish yaxshi bo'lmaydi, uyda muloqotda yaxshi bo'lmaydi, даже eng bazaviy o'zini ehtiyojlarini qondirishga bola imkonsiz bo'ladi, imkoniyati bo'lmaydi. Asosan men psixolog sifatida ularning irodasi sabr ustida ishlayman, ma'lum mashqlar bajaramiz. Ota-onaga rekomendatsiya beraman, chunki ma'lumot bo'lmasa diagnoz bilan yashash qiyin. Psixolog bo'lib men ularga dori yoza olmayman. Albatta, men ularni miyasi bilan qanaqadir maxsus jarayonni o'tkaza olmayman. Oqibat bilan ishlayman. Qanaqadir жалоба, shikoyat bilan kelishadi, o'sha shikoyatni ustida ishlaymiz. Bu asosan iroda va sabr. Shu bilan bo'ladi. Endi shunda iroda va sabr deganda eng qiyini bu irodani shakllantirish, naverno. Ha. Aslida hozir irodasiz zamon bo'lib qoldi, o'zimizda iroda yo'q. Kino ko'ra olmayapmiz. 2x da ko'ryapti odamlar kinoni. Bu asab tizimi uchun juda ham katta zarar. Hech kim o'rtoqlar audiolarni eshitish mumkin 2x da. Kino, YouTube'da podkast, mana shu podkastimizni ham 2x da ko'rmang. Sizning miyangiz uchun bo'ladi bu, qanaqadir tezlash bo'ladi. İtak tez bo'lib o'lgan zamonda ishlayapmiz. Asab tizimingizni zo'riqtirmay desangiz 2x da ko'rmang, ulgurasiz. Hozir gapirgan gapimda, serialda olib o'tkazib ko'rdim. Sabrim chidamadi, takoy razmытый nima bo'pti, biram cho'zishibdi deganimni sababi ham mana shu irodasiz bo'lib qoldik o'zimiz ham. Xo'p, mana shuni hozir вот то, что ekranda o'sha reelslarda, nimalarda, это же вот этот вот нашим языком aytadigan bo'lsak, дешевый дофамин. Да. А мы в дофаминовой яме все. Все. Надо вылезти. Теперь этот дешевый дофамин, masalan, rekomendatsiya bera olasizmi? Hozircha, mengacha, sizgacha kelgan ota-ona, что им для вот хотя бы немножечко облегчить? Жизнь. Bolalardagi bilan kattalardagi farqli bo'ladi. Hozir biz arzon dofamin, sifatsiz dofamin haqida gaplashdik. Inson hayotda dofamin gormoni, baxt gormonini olib yashashi kerak, agar oddiy qilib tushuntirsak. Agar bizda bu baxt gormoni bo'lmasa, biz hech narsa qilmaymiz. Har bitta harakatimiz oxirida motivatsiya turadi. To'g'rimi? Endi biz shunaqa zamonga kelib qoldikki, dofaminni faqat reels orqali yoki tez jarayon orqali olyapmiz. Insonni miyasi, organizmi shunaqa yaralganki, yaratgan tomonidan shunaqa o'rnatilganki, unga arzon, ya'ni sifatsiz, tez olinadigan, mehnatsiz olinadigan dofamin zararli hisoblanadi. Bolalarimizni, o'zimizni sabrsizligimiz oqibati ham, ya'ni sabrsizligimiz sababi bu o'sha hozirgi zamonni plyushkalariga, ya'ni yaltiroq narsalarga uchib, miyamizni tez zavqga o'rgatib qo'ydik. Sifatli dofamin bu sport, bu o'sha zerikarli kitobni o'qish. Mana Tolstoy nimaga 6 varolab bitta daraxt opisaniyasini bergan. Miya uchun o'sha foydali. Adabiyot qo'lingizga olsangiz, roman, bitta uyni, bitta insonni yuzini ta'rifi 2 varo bo'ladi, o'tkazib yorasiz. O'tkazmang, o'sha narsa sizning miyangiz uchun sifatli dofamin. Ertaga miyangiz nimagadir qodir bo'lishi uchun, qaysidir qiyinroq ma'lumotni hazm qilish uchun sizda o'sha 6 varoli zerikarli matnni o'qishga sabr bo'lishi kerak ichingizda. Sport eng yaxshi dofamin. Mana bizni bilasizmi? Madaniyatimizda shu sportga bo'lgan muhabbat va odat yo'q o'zbeklarda.
Men juda ham xohlardim. Insonlar 30 mana 40 ga kirdimi, qanaqa sport? Bu qiz nima haqida gapiryapti? Menda nima sport bo'lishi mumkin deb eshitayotgan obunachilar, kuzatuvchilar bo'lishi mumkin. Aslida qancha yoshingiz katta bo'lsa, sizni hayotingizda sport bo'lishi kerak. Bekorga baribir o'sha 10 ming qadamni gapirmaymiz. Bekordan emas bu narsa. Kamida sizni hayotingizdagi sport bu o'sha 10 ming qadam bo'lishi kerak. Sekin natijaga erishadigan vaqtlar, ya'ni siz zavqi telefondan yoki bir narsani yeb olib bilasizmi, ovqat dopamini ham nimaga jирный вот эти вот gamburgerlar nimalar bu ham hammasi o'sha arzon narsada. da sifatsiz degan Mana shu ichimliklar hammasi. ichimliklar hammasi. Siz suvdan hech kim hozir zavq olmayapti, choydan hech kim zavq olmayapti. Zamon juda ham qiziqarli narsalari bilan bizni o'sha depressiyalarni, insonlarni maqsadsizligini ham sababi слишком красочная жизнь и много всего. Hozir вы говорите, Gulshodaxon, я xayolimdan o'tyapti-da. Bizni babushkamiz bir bor ekan, bir yo'q ekandan boshlar edi-da. Shunaqa. И мы уже atrofga o'tirardik. Demak, ana shu narsa bizda shunda buvalarimiz nima qilyapti ekan desak, dopaminni to'g'risini vyrobotkasida ishtirok etayotgan bo'lyapti-da. Hozir shu narsani xo'p, kitobni bolasi o'qimasin, ota-onasi ana shu kitobni qandaydir haligi nima hikoya deymizmi? Instagramda ham hozir talabam shu-yu. Storieslaringga hikoya qilib olib chiq, чтобы было связь, и чтобы вот ozgina bo'lsa ham miyaga nagruzkani nima to'g'ri qilishimiz kerak degan menimcha связь shunaqa. Вот o'shanga xo'p, shunda bolalarimizni shu irodaga olib chiqayotganingizda zerikishga sharoit yaratamiz. Kafega bolani olib bordingiz, o'zim ham bu xatoni qilaman. Agar judayam menga shu kafedagi suhbat yoki qiziq yoki muhim bo'lsa, telefon berishim mumkin. Faqat internetni o'chirib, internet yo'q bu yoqda deb galereyani ochib beraman. Nimaga? O'sha tez fragmentar yorqin multfilm yoki videodan ko'ra bola albom, ya'ni galereyani ochib rasmlarni ko'rishi foydaliroq. To'g'ri, bu ham zo'r demayman. Xotirani har qalay uyg'otadi. Xotira va bundan tashqari emotsiya. Ya'ni bola o'zini kichkinaligini rasmini topadi, dadasini rasmini topadi, qanaqadir oilaviy rasmni, videoni topib, bunaqa bo'lgan deb eslaydi. Bu eng yaxshi variant telefon bilan band qilishi. Lekin biz multfilmlar qo'yib beramiz. Bu zarar. Endi undan tashqari albomni ham masalan galereyani har safar ochib berayman. Qaysidir payt o'rtog'imga aytib qo'yaman, qizim bilan kelaman, tayyor tur, gapimiz 100 marta bo'ladi deyman. Xo'p deydi, 100 marta bo'linib savoliga javob beraman. Nimaga? Agar men hozir bu bolani zerikishga o'rgatmasam, bu ertaga 40 minut maktabda dars eshitib o'tirmaydi. Hozir ta'lim sifati tushib boryapti. Nimaga? O'qituvchi yomon, maktablar yomon, davlat aybdor, odamlarga oson bahona topish. Bolang tayyor emas 40 minut, zerikarli doskaga, zerikarli o'qituvchini oddiy monoton ovozini eshitib o'tirishga bolang tayyor emas aslida. O'shaning uchun men masalan o'zimni shaxsiy tajribam haqida gapirsam, mijozlarim bilan ham hozir o'zimni 4 yoshli qizim bor, men uni zeriktiraman har kuni. Bizda ekran screen time deymiz, ekran vaqti bor. Bu 1 soat, 1 soatdan oshmasligi kerak. Agar dadasi bilan qolib ketsa to'g'ri buziladi-yu, masalan, hozir podkastimiz uchun kelish uchun dadasi bilan qoldi va menimcha qizimni screen time oshib yotibdi. No, har kungi holda bu yo'q. Inson, kattalar ham, kichkinalar ham patologga qarab zerikib yotmayapti. Albatta biz idish uyatganda ham nimanidir qo'yib olamiz. Bolalarchi, bilmayman, nechta oilaga mehmonga borib kuzatdim. 3 yoshli, 4 yoshli bola hojatxonaga kirib ketar ekanda telefon bilan kirar ekan, planshet bilan. U otasida ko'rgan ekan shu narsani. Bu yaxshi emas o'rtoqlar. Bu irodani shakllantirishi, naborot buzishi, har qanday shakllangan irodani ham buzib yuborish. Shuning uchun aytadi-da, bola aytganingni qilmaydi, bola qilganingni qiladi, ko'rganini qiladi. O'zimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hayot tartibimiz qanaqa? Har kuni nimalar bilan bandmiz? Chunki bolani ming tarbiyalang, qulog'iga qo'ying, sizda nima ko'rgan bo'lsa, o'sha narsani qiladi. Chunki bola uchun, uni kichkina psixikasi uchun ikkita andoza bor. Bu ota va ona.
qo'shningiz zo'r bo'lsa ham qo'shningizga qarab o'rganmaydi, sizga qarab o'rganadi. O'zimizdan boshlashimiz kerak, o'zimiz irodamizni shakllantirishimiz kerak, o'zimiz bo'sh vaqtimizni faqat YouTube'da nimadir eshitib, даже foydali bo'lsa o'sha narsa, miyani ham zaxirasi bor o'rtoqlar. 24 soat ma'lumot olish yaxshi emas, asab tizimi uchun nagruzka. Keyin aytganimdek, sport bo'lishi kerak bolaning hayotida. Nimaga? Sport irodani shakllantirish uchun eng yaxshi yo'nalish, negaki bu qiyin. Suzish bo'ladimi, futbol bo'ladimi, qayerdadir yiqilasiz, joningiz og'riydi, qayerdadir charchaysiz, yugurasiz, yutkizishni o'rganasiz. Yutkizish uchun ham iroda kerak, Albatta. Sportda bolaning irodasi zo'r shakllanadi. Ekran vaqtlarini nazorat qilamiz. Albatta, o'zini yoshi normalari bor. Bu uchun juda ham ko'p qidirish shart emas, Google'da yozilgan. Stol o'yinlari bor. Albatta, har bitta yoshga alohida, masalan, 0 demayman, 3 dan maktabgacha bo'lgan yoshga maxsus stol o'yinlar bor. Maktab yoshidan boshlang'ich sinfda bolalar uchun o'sha fikrlash uchun mos stol o'yinlari bor. Bolaning hayotida telefon emas, har kuni stol o'yini bo'lishi kerak. Odamlar hozir tushunmasligi mumkin. Stol o'yini o'tirib nimasi? Da, настольная игра deb yozsangiz chiqadi. Bu puzzle bo'lishi mumkin. O'sha rasmni mayda-mayda parchalarini terib chiqarish. Bu har xil komandada o'ynaydigan o'yinlar bo'ladi. Masalan, kartochkali, ularni xili juda ham ko'p. Dominolarimiz, eski shaxmat shashkalarimiz, kartinkali dominolar hozir judayam paydo bo'lib sotilyapti ekan. Sotilyapti. Variant ko'p. Agar qilaman desak, 4 yoshdan shashka o'rgatishingiz kerak bolaga. Ertaga o'sha bolangiz maktabda yaxshi fikrlash uchun 4 yoshga to'ldimi, o'tirib birga shashka o'ynaysiz. Ana o'sha zerikarli, sekin, hayotimiz ekrandagi tez bo'lmaydi hech qachon. Bola oddiy hayotdan zerikib bo'sh qolsa telefon qidirmasligi uchun biz uni miyasini o'sha qutichaga o'rgatib qo'ymasligimiz kerak, o'sha telefon, o'sha ekranga. Har kuni shunaqa stol o'yini bo'lar ekan bolaning hayotida, sport bo'lar ekan, rejim bu asos. Bu haqida gapirib ham o'tirmayman. Rejim bo'lmasa har qanday harakatingiz nolga teng. Zerikish bo'lar ekan, ya'ni kafe, boshqa joy bo'sh qolganda bola nimadir bilan o'zini band qilish uchun sharoit yaratar ekanmiz. Uning uchun ota-onaga sabr kerak. Yani g'inshigani ber zerikdimi eshitish uchun. Sizni bolangizda iroda bo'ladi. Sizni bolangiz maktabda yaxshi o'qiydi, yaxshi o'zlashtiradi. Demak, mana shu joyda yaxshi aytib o'tdingizki, bolani g'inshishiga onani sabr bo'lish kerak degan. Demak, ko'chada ko'rgan, masalan, bironta bolani ko'ryapmiz, bola g'inshib ketyapti, onasi qaramayapti. Biz u onani to'g'ri o'zini tarbiyasini olib ketayotganini tushunib yetishimiz kerak ekan. Albatta. Вот. Onalarda bilasizmi, tushunmayman, qanaqadir kuchli hijolat bor. Uni bolasi xuddiki doim jim o'tirish kerakdik. Aslida bola jim o'tirmaydi, bola yig'lashi. Sog'lom bola jim o'tirmaydi. Вот, sog'lom bola jim o'tirmaydi. U g'inshishi mumkin, uni nimadir talab qilish, yerga yotirish, qaytarish kerak. Sog'lom bola gap qaytarish kerak. Sog'lom bola jim o'tirmasligi kerak. Sog'lom bola e'tiroz bildirish kerak. Qilmayman deyishi mumkin. Tanlovi bo'lishi kerak sog'lom bolani. Xuddi shunaqa. O'shuning uchun bu narsalarda bizda bu talablarni nosog'lom deb talab qo'yilyapti hozir ota-onalarda. Mana shu bilan duch kelganligim uchun, ro'para kelganligim uchun shunga aytyapman. Men baqirgim kelyapti, ota-onalar, оставьте детей в покое. Ko'zinglarni ochinglar. Оставьте детей в покое. Shunda yemog'i nimasi? Masalan, дети у нас yaxshi ovqat yemaydi deydi. Afsuski. Вот это вот то, что stolga o'tirib, o'sha bir chini uyda tayyorlangan taomda yeyish bola uchun muammo bo'lib qoldi bugungi kunda. Shunaqa. Buni ham sabablari turli, lekin eng aktual, eng nima deydi, keng uchraydigan, ko'p uchraydigan sabablaridan biri, eng birinchisi bu bolalarimiz vkusovoy retseptorlari tilida, har birimiz tilimizda ta'm sezuvchi organlarimiz bor, javob beruvchi. Biz bolalar chipslar orqali, kiriyeshkilar orqali, har xil ko'chadagi kartoshka frilar orqali o'sha retseptorlarini shu qadar o'rgatib qo'ydiki, kuchli ta'mga oddiy ovqatlar, sog'lom ovqatlar, o'sha sabzavotlar bolaga yoqmayapti.
Bu ham odat. Masalan, o'zingiz ham bir necha kun ko'chada ovqatlanib ko'ring, uy ovqati presniy tuyuladi, ta'msiz tuyuladi. Bola yaxshi ovqatlanish uchun har kuni qo'lida chupa-chups ko'raman bolalarni. Bu ham juda ham kuchli ta'mga ega narsa, shira juda ham. Albatta bunaqa chupa-chupsni har kuni yegan bola sizni sog'lom ovqatingizdan voz kechadi. Ota-onalar, mana neyropsixolog, детская neyropsixologiya fani bo'yicha ham tahsil olganimda ustozlarim shuni aytardiki, men korreksiyaga ratsioni buzilgan bolani olmayman derdi. Negaki, bola yeyotgan ovqat meni korreksiyamga ta'sir qiladi. Men bu bolani natijaga olib chiqishim uchun uni ratsioni har xil makro mikronutriyentlar, o'sha vitaminlarga boy bo'lishi kerak. Bola defitsitda bo'lsa, ko'rsatkichlari defitsitda bo'lsa, neyropsixologlar korreksiyaga bolani olmaydi. O'sha gapingizga qo'shilaman. Masalan, men o'zim oldimga kelayotgan bolalarni avvalambor birinchi o'rinda detoksdan boshlayman. Detoks почему? Потому что да, bu yerda обязательно gelmintozni aytib o'tib ketishimiz kerak. То, что витамин дефицит, то, что u yerda mikro-makroelementlar defitsiti borligi, okey, да, u narsa bor, и плюс еще gelmintozy наших детей. И buni detoksidan boshlayman, а потом уже это уже получается где-то 3-chi etapidan keyin korreksiyaga o'tiladi. И men sizga o'xshab unaqaligi настольные игры или же анкетирование именно по отношению к детям у меня bu narsa metodikam yo'qligi uchun bu meni qiziqtirgan og'riqli bitta nuqta edi. Shuning uchun endi unaqa bolalarni sizga перенаправить qilib jo'natib yuborsak ham bo'ladi. Почему? Потому что terapiyadan chiqaraman. Да, им ularga легче, лучше ovqat yeyapti, aytganimizdek hammasini korreksiyasini qiladi. A дальше o'sha irodani, zerikishni degandek можно будет к вам отправлять таких детей. Так что вот. Shunda sizni o'zingizni, что бы вы сказали? Это вот то, что я хотела услышать, то, что я хотела сказать аудитории. Теперь, Гульшат, наверняка, как психолог, как специалист, у вас тоже есть свои какие-то болезненные взгляды. Mana shu sohaga qaraganda qayerdagdir o'zingiz aytdingiz, обесценка bo'lib qolgani, qadrsizlantirib qo'yganligi, qayerdadir umuman o'chirib chiqarib yuborganligi, masalan, psixologiya yo'q degan narsa, u bilan ham ro'para kelyapmiz. Mana shu joyda siz yana nimani aytmoqchisiz bizni ayollarimizga? Chunki ayollar oilada o'zingiz bilasiz, eng ta'sir ko'p o'tkazuvchi nima edi ayollar. Ta'sir kuchiga ega. O'shuning uchun oilada, oila muhiti, farzandning sog'ligi, в том числе psixikaning sog'ligi, juftini sog'ligi, agar kattalar bo'lsa, qariyalar bo'lsa, ularni nimasi hammasi o'sha bitta ayolda qaralib turadi. Buni ayol kishi qandaydir murakkab, qiyin deb qabul qilib olganda, ana самом деле o'zini funksionali bor-ku. Mana shunda siz nima aytmoqchi bo'lgan bo'lardingiz? S вашей точки зрения. Juda ham qiziq savol. Aslida shunaqa общий savol men uchun eng qiyinlaridan biri. Nuqtaga urib javob berishni yaxshi ko'rardim. Bilasizmi, rostdan ham bizni jamiyatda ayollar roli juda ham katta. Chunki bizni nafaqat oilada hozirgi ayniqsa zamonda ayol va ona bo'lish rolimiz bor. Hozir hamma rivojlangisi kelyapti, o'sgisi kelyapti, jamiyatga qo'shilgisi kelyapti. Aytardimki, bu ayollarga resurs haqida ma'lumot olishini. Bizni jamiyatda inson resursi haqida ma'lumot kam. Bo'lmasam qancha musolitsa qilindi shu mavzu, resurs bu insonning ichki kuchi. Biz aytardimki, xohlardimki ayollarimiz a'lochilik sindromidan qutulishini.
Negaki bu zamonimiz vabosi. Ya'ni har bir ayol o'ziga nisbatan katta tanqid, kritika bilan yashaydi. Vaholanki siz shu farzandingizni ulg'aytirarkansiz, shu uyda shirin ovqatingizni qilib o'tirarkansiz, siz уже zo'r rolni bajaryapsiz. Siz majbur emassiz kimgadir o'xshashga, xuddi kimnidir yo'lini bosib o'tishga, resursingizni avaylab, o'zingiz o'sha ichki holatingiz haqida qayg'urib, yaxshi mutaxassis agar sizga kerak bo'lsa murojaat qilib yashashini tavsiya qilardim va o'sha a'lochilikdan yiroq bo'lishi. Ya'ni men hamma narsaga, hamma joyda ulgurishim kerak, bo'lishim kerak. No, это невозможно. Bu imkonsiz. Невозможно. И mana shu yerga qo'shimcha qilganim, misol keltirib, misol tariqasida gapirib o'tishim mumkin. Ha, siz aytgandek, ayol rollari bor o'zini. Agar biz oilaga uni oladigan bo'lsak, misol, ha, men rafiqaman, ayoliman, o'zimni juftimni ayoliman. Kelin это дополнительный функционал. Ovsinlik это дополнительный функционал. Kelinoyalik это дополнительный функционал. Men asosiy funksionalimni prioritet qilib oldin qo'yishim kerak. Keyin дополнительlarimga siz aytmoqchi o'sha resursim yetsa, manbam yetsa, unga qaratishim kerak. Bizda ayollarda mana shu manba yetmayotganda menda yetmayapti deyishlikdan uyaladi. Albatta. Уже tugab ketgandan keyin portlaydi-ku ayol. Уже yiqilib, ana уже aytganimdek slomленная потом keladi. Yana o'shunda ham psixologiyaga kelmaydi, meditsinaga boradi. Da, chunki o'tkazib yubordi psixologiya davrini. Вот, meditsinaga boradi. Meditsinadan tiklangandan keyin dalshi psixologiyani to'g'rilab qo'ydi. Chiqib ketarding. Yo'q, meditsinani qiladi. Yana o'sha eski tog'am 10 kunlik kursini qiladi. Yengillikni sezmaydi emas, sezadi. Yana qayta qolipga tushadi. Agar buni misol deb gapirdim, oila demaylik, kollektiv deylik. Kollektivda agar meni o'zimni funksional обязанностьim bor, majburiyatlarim bor. U funksional majburiyatni bajardim. Bajarganimdan keyin meni kollegam yoki boshqa отделda nimasi menga yordam berib desa, keyin chiqaman turim. U yerda uni biz qilamiz. Tushunamiz. Hayotimizga o'sha yerda qilamiz, bunga rioya qilamiz. Lekin o'zimizni mana shu yacheykamizda, oilalik yacheykamizda bu narsani qilib olishlikka mana shu narsalardan buni nega gapirib o'tyapman? Menda mana shu yerda prizıv, chaqiriq qizlar. Psixologiyadan qo'rqmaslikni, pozitiv psixologiyadan, motivatsion psixologiya bilan именно семейный psixologiyani, KPTni, когнитивно-поведенческий terapiyani adashtirmasdan bularga hammasiga o'rin bor, lekin oilada motivatsion ishlamaydi. Albatta. Sizni vaqtinchalik aldab turadi. O'sha minnatdorchilik daftarlaringiz, jamiyatda olayotgan dopaminningiz bilan o'sha uyda yashagan sohatingizga yetib berib turadi. Men buni metaforik bilasizmi nimaga taqqoslayman? Ko'p kuzataman, o'sha ichida psixoterapiya kerak bo'lgan og'riq bor, lekin motivatorga borgan. Ko'p psixologimiz aslida motivator bo'lyapti. Negaki o'zini o'sha personalniy og'rig'ini chiqarmaydi-da, o'zini ana shu общий massaga qo'shilib, o'sha yerda dopaminni oladi. Lekin u dopamin NPVS bo'lib ishlaydi aslida. Vaqtincha og'riqni olib turadi. Ya'ni sizni og'riq qoldiruvchi doridek o'shanga yetib beradi-da, uyda yashab chiqib olishiga, ertaga nimasiga. Keyin u kurslar tugaydi, yana o'sha eski holat. U eski holati 2x ga aylanadi.
Да, mutaxassis tanlashda. Mutaxassisni masalan o'sha aytganimdek prigodnosti sizga menga emas boshqa mutaxassisga bor deyishga yetmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingiz o'sha onglilikni oshirib, vaziyatingizga xos mutaxassisni tanlang. Agar sizda hammasi yaxshi, motivatsiya yetmayotgan bo'lsa, boring o'sha shukronalik daftarini yozishga, orzu qilishni o'rganishga. Lekin sizni muammoingiz chuqur bo'lsa, albatta psixoterapiyadan o'ting va albatta mutaxassisni texnikalari bilan tanishib, o'zingizga mosini tanlash uchun qanaqa tushuntirsam bo'ladi, bilim yig'ing psixologiya haqida. Mana shu joyda sizga bitta iltimosimiz bor. Qirolichalar makonida shunaqa bo'ldi. Katta tadbirimizda o'zidan o'zi har bitta mutaxassis taklif berdi. Qo'lidan keladigan ishni qilgani. Har bir mutaxassis o'sha yerda men bunga tayyorman dedi. Shunaqa oilalar bor, что хотят bolasini исправить. Но hamma narsa mablag'ga taqaladi yoki nima. Siz agar qirolichalar makoniga yoki sizni profilingizni отметка qilib qo'ysak, murojaat qiladigan bo'lsa, iltimos qilardikki, shunaqa farzandlar bo'ladigan bo'lsa, birortasini olishingizni. Albatta, kontaktlarimiz qoldirilsa, albatta ishlaymiz. Bu chunki tadbirda shunday bo'ldi, bizni dizayner qizimiz 3 ta shogird olaman. Surayyo, hurmat qilaman juda. Да. И действительно, otalar ichida nimasi bor qizlar hozir kursda o'qishyapti. Kuzatib turibmiz. Xudo xolasa uni ham yana nimasini ko'rib qo'yib boramiz. Вот. Shu masalada ishlar, mablag' bordir, kimdadir yetadi. Kimidir farzandi 4ta 5tadir. Onasini yetkiza olmasligi bordir, ota-onasini. Shunaqa farzandlarimiz ham chetda qolmasligi uchun. Agar chetda qolmasa, voy mana boruvdim deb bo'ludi degan narsa, o'zimiz aytib turibmiz, ayol kishi uyaladi deb. Ana shu uyalishini yechib yorishligimiz uchun bo'lsa ham, men bilmayman qanday bularni chaqirishlikda, mana shunga e'tibor qaratib, sizdan ham iltimos qilib qolardik, shunaqalar bo'ladigan bo'lsa, yo'q demasligingizni. Albatta. Hammasini demayman. Shunaqalari bo'ladigan bo'lsa, o'zini qandaydir kriteriy qo'yamiz. Yozadigan bo'lsa, savollar beramiz. Qanaqasiz, qayerlisiz, nimasiz deb. Undan keyin agar nima bo'ladigan bo'lsa, yuborishingiz mumkin albatta. Va shuning uchun qirolichalarimiz, onalar, agar sizda shunaqa farzandlar bo'lsa, e'tiborini ana shu irodasini oshirish kerak bo'lib, o'qishida ozgina muammosi bolalar bo'ladigan bo'lsa, пожалуйста, yozinglar, kommentariy yozib qoldiringlar. Bundan tashqari hammalarga murojaat qilaman. Qanday savolinglar bo'lsa, qizlar yozadigan bo'lsanglar, bu boshlanishi. Xudo xolasa, buni kengaytiramiz. Xudo xolasa, yana boshqa mutaxassislar bilan birgalikda o'tirarmiz, za kruglым stolом degandek. Bu boshlanishi. Xudo xolasa, Gulshodaxon, sizga kattakon rahmat. O'zimning nomimdan, qirolichalar nomidan hammasini vaqtingizni ayamasdan kelganingizga. Aishadan alohida uzr so'rab qo'yasiz. Uni vaqtini, onasini olib qo'yganimiz uchun. Kuzatib boramiz. Aishaxonni ko'p qo'yib turing. Xudo xohlasa sizga ham rahmat taklif uchun. Ayollarimizga onglilik tilab qolaman. Hozirgi zamonda eng kerakli narsa onglilik bo'lib qoldi. Hammamizni uyimizda to'ylar bo'lsin, tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat.